Washington shahridagi erkinlik sarayi o'zining inson haqlari va demokratiyani himoya qilish, shundaqla mutlaq hokimiyatlarning demokratiyaga paydo qilayotgan xirislarini cheklash sohasidagi ko'plagan xizmatlar bilan Amerikaning ichi va teshida har qaysi sohalarga to'nishliq bo'lgan g'ayri-rasmiy hukumat tashkilotlarining biri. 1943 yildan tartib erkinlik sarayi erkinlik va demokratiya sohasida avangardlik rolini o'ynayotgan shaxslarga yilda bir qatim erkinlik mukofotini tarqatib kelmoqda. Hozirgacha bu mukofotga erishganlar ichida Eisenhower, George Marshall, Martin Luther King, Winston Churchill, Dalai Lama, Václav Havel qatorliq dunyoviy shaxslar bo'lib, 2019-yillik mukofotning Xitoy turmasidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga berilishi muhojiratdagi Uyg'urlarni to'liq suyundirgan bir hodisa bo'ldi. Bu yilgi mukofot tarqatish marosimi 8-may kuni oqshimi Washington shahridagi Ritz-Carlton mehmonxonasida chaqirildi. Erkinlik sarayi hay'at a'zolari komitetining raisi Michael Chertoff qarshilish so'zi qilib, o'tgan 10-20 yil mobaynida dunyo miqyosida demokratiya va erkinlikning barg'ansiri chekinishga yuzlanayotganligini, o'z xalqining erkinlik va demokratiya haqlarini kafolatga ega qilish majburiyati bo'lgan davlat hokimiyatlarining aksicha yo'l tutib, fuqarolar bahramand bo'lishga tegishli bu haqlarni oyoq osti qilayotganligini so'zlab o'tdi. Shu qatorda hozir demokratiya va erkinlikka eng zo'r darajada xiris paydo qilayotgan davlatlardan biri bo'lgan Xitoyning millionlagan Uyg'urni lagerlarga qamalganligini alohida misol qatorida ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, keyin erkinlik sarayining ta'sis qilinishi haqidagi qisqa film ko'rsatildi. Filmda bu tashkilotning Amerikada inson haqlari, demokratiya va erkinlikni himoya qilish maqsadida qurilgan tunji fuqaroviy tashkilot ekanligi, u dunyoga kelgandan buyon dunyo miqyosida qanday xizmatlarni ishlaganligi qisqa va tushunishli qilib bayon qilingan edi. Bo'lib, uningda yaqinqi bir necha yilda bir qism mamlakatlarning, jumladan Xitoyning yuqori fan texnika vositalaridan foydalanib, Xitoy bo'lmagan millatlarning so'z erkinligi va e'tiqod erkinligini bo'g'ib kelganligi, hokimiyatlik asosidagi Xitoy davlatining dunyo miqyosida demokratiya va erkinlikning chekinishida bosh rolchi bo'layotganligi jonliq tasvirlangan edi. Erkinlik sarayining raisi Michael Abramovich ichilish nutqi so'zlab, so'g'uq urushdan buyongi dunyo vaziyatining umumiy jihatdan olganda demokratiyaning chekinishiga shohid bo'layotganligini, demokratiyaga qadam ilib, demokratiyalashishning huzurini surayotgan bir qism davlatlarning buningga mos holda orqaga yenib menayotganligini, dunyo demokratiyasining sarkisi deb qaralayotgan Amerika hukumatining demokratiyaga sarkilik qilishda qisman chekinishga yuzlanayotganligini eslatib o'tgach, erkinlik sarayining bu jihatdagi xizmatlarining muhimligini ta'kidladi. Erkinlik sarayi bu yillik mukofot tarqatish marosimida 3 xil mukofot tarqatdi. Amerika yuqori palatasining a'zosi, yaqinqi mezgillardan buyon aktivlik bilan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining xizmatida bo'layotgan Corey Gardner bu yillik erkinlik mukofotining Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga berilganligi munosabati bilan maxsus so'z qildi. U so'zida nuqtali qilib Ilhom To'xtining ahvoli to'g'risida yig'in ahliga atrofliq va uqishli qilib tushuncha berdi. Shundaqla uning kam tepiladigan go'har kabi Uyg'ur ziyolisi bo'lishiga qaramay, muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligini, Ilhom To'xtiga chaplangan bo'lgunchilik jinoyatining uning amaliy ish faoliyatlariga qilchi mos kelmaydiganligini, yana kelib uning qahramonlarcha ko'krak kerib oldiga chiqib, haqni so'zlashdek jasoratining hamma kishiga ilhom baxsh etadiganligini, hozir bo'lsa Ilhom To'xtiga o'xshash yuzlagan Uyg'ur ziyolilarining qo'lga ilinib turmlariga qamalganligini, buningga qo'shilib 2 milliondan ortiq Uyg'urning qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarga qamalganligini, bu lagerlarda qiynoq va o'lim voqealarining ko'plab o'tirg'a chiqayotganligini, Uyg'urlar duch kelayotgan siyosiy, diniy va madaniyat jihatdagi bostirish sababidan sonsizlagan oilalarning vayron bo'layotganligini bayon qildi. U oxirida Ilhom To'xtiga vakolatan uning Amerikadagi qizi Javvar Ilhomning dadasiga vakolatan bu yillik erkinlik mukofotini topshirib olganligini e'lon qilganda butun zaldagilar o'rinlaridan turib qizg'in olqish yog'dirdi. Thank you. O'tgan hafta Indiana universitetidagi o'qishni bitirgan Javvar Ilhom so'ziga chiqib, dadasiga erkinlik mukofoti berilgan mushu minutlarda o'zi uchun ulug' inson hisoblanadigan, bir umr Uyg'urning dardida ko'ygan dadasining Xitoy turmusida ekanligini, shuningdek dadasiga o'xshash millionlagan Uyg'urning lagerlarga qamalganligini, bir kunlarga kelganda erkinlik mukofotiga o'xshash mukofotlardan tarqatishning zaruriyati qolmaydiganligini, chunki hamma odam jismoniy va ruhiy jihatdan erkin va hur yashaydigan bir kun jazman keladi deb ishonganligini ta'kidlaganda zalda yana bir qatim guldiras olqish yangradi.
Erkinlik sarayının bu yıllık mükafatlarının ikincisi liderlik mükafati bulup, dünyaviy şirket bo'lgan Microsoft şirketining raisi Brad Smith'ga berildi. Tunush o'stirish mukofoti bo'lsa, Misrlik tanlıq komediya artisti Basim Yusufga berildi. Mukofot tarqatish murosimi oyoqlashganda, Erkinlik sarayining raisi Michael Abramovich ayrim ziyoratimizni qabul qildi. Biz uningdan bu yilgi mukofotni Ilhom To'xtiga berishdagi sabablar haqida so'raganda, u Ilhom To'xtining haqni yoqlash jur'atining buningdagi bir muhim sabab ekanligini bildirdi. We wanted to give the award to recognize one of the leaders in the among the Uyghur people, and we wanted to just make the point that he will not be forgotten, and we admire his courage and his defense of freedom so much. I don't know what it means for China, but we are basically recognizing one man's courage and really saying to China that you should need to stop repressing the Uyghur people. Cevher İlham'dan onun şu tapda qandaq his duyguda ekanligini so'raganimizda u o'zining to'liq hayajonda ekanligini bildirdi. Shundaqla dadasining vositasi bilan Uyg'urlarning ovozining texmi ko'p kishilarga anglanishini umid qiladiganligini, chunki hozir sonsizlagan Uyg'urning dadasiga o'xshash qismatga duchor bo'layotganligini ta'kidladi. Bugungi pariyatga qatnashgan mehmonlardan Washington shahridagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal erkinlik mukofotining Ilhom To'xtiga berilishining Uyg'ur jamiyati og'ir siyosiy krizisga duch kelayotgan bir paytda texmi zo'r ahamiyatga ega bo'ladiganligini ta'kidlab o'tdi. Bu İlhom To'xtiga bu erkinlik medalini berishninki tarixiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan cho'ng ahamiyat va deb qarayman. Bu Sharq Turkistondagi bu jazo lageri ta'sis qilinib, ijro qilinib, milyonlarca Uyg'urlar qamoq ilinish boshlangandan tortib bugunga qadar Ilhom To'xtiningki izlayotgan kechirmishlari, gunohsiz turmlarga qamalishi biraz so'z tiymisdan qolib qolgan. Bu Amerikaning Kongressidan Nobel teshik mukofotiga nomzod ko'rsatishi, bu xalqaro eng kuchga ta'sir doirasi va bu erkinlik sarayidagi bir tashkilotning yillik erkinlik medalini mukofotini professor Ilhom To'xtiga berishi bu siyosiy ma'no jihatdan, ijtimoiy jihatdan bo'libmi Uyg'ur xalqiga bugünkidek ro'yi jihatdan izlayotgan bir holatda ro'yi madad bo'ldigan Xitoy hokimiyatiga kuchli bir mesaj, bishorat beradigan bir small xarakterlik bir voqea deb qarayman. Yana bir ahamiyatli bo'lgan yeri bu Ilhom To'xtiga berilgan mukofotga İçiliş nutqu bo'lsin, Senator Gardner'ninki tonushtirish nutqu bo'lsin, singlimiz Javharninki dadasini tonishtirishi bo'lsin, siyosiy jihatdan, diplomat jihatdan, eng muhimi insoniyat jihatdan nihoyatda cho'ng ta'sir qo'zg'aydigan bir nutq bo'ldi deb o'ylayman. Bugünkidek bundaq Washingtondagi bir jamiyatning sarxillari to'plangan, qonunchilar, tijoratchilar, hukumat xodimlari, qonun tutuş organlarının xodimlari, inson huquqlari tashkilotchining xizmatchilari to'plangan bugünkidek bir muhim sorunda Uyg'ur masalasining bundaq bir negizlik masala qatorida o'tirib qo'yilib tahlil qilishi va Amerikaning sobiq ichki ishlar ministri Michael Chertoffning tonishtirishidagi birinchi jumladan yer elishi menimcha Uyg'urlar uchun siyosiy, ijtimoiy, diplomatik jihatlardan nihoyatda cho'ng ma'nosi va kelajakda bir yaxshi yo'linishga ta'sir oladigan bir omil deb qarayman. İlhom To'xtining 2019-yillik erkinlik mukofotiga erishishi muhojiratdagi Uyg'urlarni bakmi xursand qilgan bo'lib, buning Uyg'ur davosiga texnik ko'p his tashliq va qo'llash edib kelishi umid qilinmoqda ekan.